Salom jamoa, jasur turba zavrlar, barchaga yordam berar. Qutqarishga shay'unlar, do'stlar bo'lsa yoningda, bari oson bo'lar. Boshingga kelsa kulfat, yordamga kelar. Turba zavrlar olg'a, xavflar ketsin nari. Turba zavrlar olg'a, sarguzashtlar sari. Turba zavrlar olg'a, yordamga ucharlar. Qutqarishga shay'unlar, sen chaqirsang bo'ldi. Turba zavrlar olg'a. Turadigan vaqt bo'ldimi? Biz shaharga ketyapmiz. Birga borishni xohlaysizlarmi? Men jon deb boraman. Hech qachon shaharda bo'lmaganman. Aytishlaricha, u yer juda qiziqarli joy ekan. Mumkin emas, Drek. Shaharda nima bor? Sen juda bahaybatsan. Bahaybat va juda beso'naqay. Menda bir g'oya bor. Imkonsiz ishni o'zi yo'q. Trak dinozavrlar muzeyining eksponati qiyofasiga kirib, biz bilan borish mumkin, to'g'rimi? Yashasin! Men muzey eksponati bo'laman. Yo'q, unda emas. Juda zo'r. Balki shaharga yetgunimizcha Trekni o'zi yura qolar, ha? Trek band. U eksponat rolini mashq qilyapti. Davom et. Balki mana bundaydir, ha? Xuddi yugurayotgandek. Yo'q, bo'lmaydi. Ko'zlaring tabiiy chiqmayapti. Bu boshqa gap. Yo'lda davom etamiz. Ana, mashina yuvadigan joy. Agar hech kim bo'lmasa, suv ichib olish mumkin. Juda saq. Muzdekkina suv ichib olsak qaniydi? Juda saq. Faqat ko'pigi ko'p ekan-da. Hammasi qilyapman. Juda zo'r, faqat ko'pigi rostdan ham ko'p ekan. O'ngga qaranglar. Qarshingizda oziq-ovqat do'koni, chap tarafingizda esa pochta. Bu esa yo'lchiroq. Pochta! Yo'lchiroq! Rahmat bolalar, sizlarsiz bu shaharni ko'rmagan bo'lardim. Jim bo'l. Hayır. Bu yerda yangi uy qurishyapti. Bugun yakshanbaligi uchun hech kim yo'q, lekin biz u yerga bormaymiz chunki bu xavfli. Muzey uchun eksponat. Qo'lingizni tekkizmang. Qitig'i bormi deyman, ha? Men umuman hech narsadan qo'rqmayman. Voy, Iya? Baba. Voy, kechirasiz. Buni xohlamagandim. Bema'nilik! Voy! Gapiradigan eksponat odamlarga tashlanyapti. Ustingizdan arz qilaman. Faqat chiqib olishimga yordamlashinglar. Iltimos. Anki, bu yoqqa kel, iltimos. Voy! Kabinada
hech kim yo'q-ku, lekin kran yuryapti. Nimadir bo'lganga o'xshaydi. Voy, hozir kran qulaydi. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz. Anki, ilmog'ingni tashla. Tor, tirgaklarni o'rnat. Trek uni tutib ol. Zar, yukni nazorat qil. Qani olg'a turbo zavrlar. Ehtiyot bo'l, Trek! Ogohlantirganing uchun rahmat. Turbozavrlar, uch deganda tortamiz. Hamma birgalikda. 1, 2, 3. Juda yaxshi uddaladik, turbozavrlar. Endi uyga qaytamiz. Yana chaqab ketdim. Balki mashina yuvadigan joyga kirib o'tarmiz, ha? Voy, kelyapti, voy. Lasayam qursa. Men ikkita yeyishim mumkin. Bemalol yeya olaman. Men esa 3 tasini. 3 ta ananas qorningga sig'maydi. Yo'q, men bo'lib yeyman. Masalan, bir hafta. Afsuski, bittagina edi-da. Juda shirin ekan. Nima u? Shirinmidi? Bitta xolosmi? Ananas deyapman. Buvim olib keldi. Shunaqa sabzavot bor yoki meva? Ananas bu meva, tropik o'simlik. Internetda shunday yozilgan. O'zim o'qidim. Meni ham yegib kelyapti. Meni ham. Ha, hammamiz xohlaymiz. Lekin ananas endi yo'q. Xo'sh, u qayerda? Biz yeb qo'ydik. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Sizni qarang-ku. Menda bir g'oya bor. Ananasimizning tepa qismi qolgandi. Uni ekib yangi ananas yetishtirish mumkin. To'g'rimi? Tepa qismi? Qani u, bo'linglar tezroq ekaylik unda. Bizda ananas o'smaydi. Bunga qulay sharoit kerak. Ay. Unda sharoitni yaratamiz. Issiqlik va ko'p suv kerak. Biz issiqxona quramiz. Bu qirol Leopold II saroy issiqxonasi. Undan nusxa olsak bo'ladi. Bu axir butun bir saroy-ku. Xo'sh, nima bo'pti? Leopolddan qayrimiz kam. Haykallar ham o'rnatamizmi? To'nka ustiga trakni turg'izib qo'ysak, haykaldek turaveradi. Ahmoqona gapni qo'yinglar. Haykal o'rnatish shart emas. Saroyni zamonaviy ashyolardan quramiz. Metal quvurlar, oyna kerak bo'ladi. Ularni qayerdan olamiz? Yaqinda shaharchamiz chetida yangi uy qurishdi. U yerda anchagina qurilish chiqindilari qolgan. To'g'ri, buvim bularni qachon chiqindixonaga olib ketishadi deb aytayotgandi. Mana biz yig'ib olamiz-da, ananas yetishtiramiz. Ha? Turbozavrlar, olg'a! Qiziq. Davotda g'alati desa ham bo'ladi. Rak, sinchlarni tayyorla. To'r, yerni kovlab, ko'lga qarab o'ra qaziysan. Trak u yerga quvurlarni yotqizadi. Ular sug'orish uchun kerak bo'ladi. Turbozavrlar, olg'a! O'ngroq, chaproq, o'ngroq. Ha, ana shunday. Ofarin! Men-chi? Meni ham foydam tegishini istayman. Boshqaruv punkti bo'lasan. O'ngroq. Ha, endi to'g'ri. Bizni yuqoriroq ko'tar. Aha.
Trak, endi bu yoylarni yerga suqish kerak bo'ladi. Tor, ko'l tomonga ariq qazi. O'simliklarga suv kerak. Ajoyib. Va nihoyat bitdi. Qoyil, biz uddaladik. Yashanglar. Xo'sh, ananasni qachon ekamiz? Shu bugunoq ekanmiz. Ananas qachon pishadi? Ertagami? Xo'sh, Yo'q, Zer. Sabr qilishga to'g'ri keladi. mayli. Sug'oraman, parvarishlayman va sabr qilaman. Kelishdik. Kimnidir qadam tovushlarini eshityapman. Berkiramiz. Ya bu nima? Bu go'zallik qayerdan kelib qoldi? O'zimiz ham bilmaymiz. Kelsak turgan ekan. Egasi yo'q shekilli. Egasiz bo'lsa juda yaxshi. Iya. Ananas yetishtiryapsizlarmi? Men esa pomidorlar ko'chatlarini olib kelaman. Joy yetarli ekan. Hozir. Ana xolos. Endi pomidorlarni ham sug'orishga to'g'ri keladi. Ular ham ananasdek shirin bo'ladimi? Qoyil, sen haqiqiy uddaburonsan, Trak. Unchalik ham emas. Agar yana bitta koptogim bo'lganida bormi? Sizlar bu yerda o'yin kulgi qilyapsiz-ku. Ana bu tomonda naqd 3 ta odam qop ko'tarib olgancha bu tomonga qarab yurib kelyapti. Qop ko'targan. Ha, kattagina qop edi. Yelkalariga osib olishgan. Kelishyapti. Ular menimcha sayyohlar. Yelkalaridagi esa ularning sumkasi. Xo'sh, unda biz ketdik. Bizni hech kim ko'rmasligi kerak. Zer, yana nima qilib qo'yding? Nega darrov Zer? Zer charchadi va dam olishni xohlaydi. Toshlarni esa 500 yildan beri hech kim ta'mirlamagan-ku. Zudlik bilan toshni olib tashlash kerak. Lekin ulgurmasligimiz mumkin-ku. Ana bu sayyoh edi. Sayyohlar, Ha, o'sha. Xullas, o'sha sayyohlar juda yaqin qolishdi. menda reja bor. Ularni chalg'itib turamiz. Trak, seni yordaming kerak. Ortimdan. Koptokni ham olaymi? Yo'q, boshqa iqtidoring kerak bo'ladi. Ungacha biz omborni ta'mirlashga kirishamiz. To'g'ri savrlar. Olg'a! Dam olish joyigacha hali uzoqmi? Juda yaqin qoldi. Ana bu tomonda ajoyib o'tloqni bilaman. O'sha yerda tunab qolamiz. Ha? Bu yerda yovvoyi hayvonlar ham bormi? Ayiqlar, bo'rilar. Yo'q, bu yer butunlay xavfsiz. Trak, ular yaqinlashishi bilanoq imkon qadar balandroq irilla. Juda baland chiqsin. Anchadan beri shug'ullanmagandim-u, lekin urinib ko'raman. Voy! Ayiqlar, qochib qoling! Yo'q! Voy, yo'q! Voy! Endi omborni ta'mirlash uchun kerakli vaqtimiz bor. Undan ham zo'r qilardim-u. Tayyorlanmaganim pand berdi-da. Bo'lmayapti. Endi men urinib ko'raman.
Bo'lmayapti. Hech ham ilinmayapti. Katta toshni maydalashga urinib ko'raman. Voy. 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 Tosh juda qattiq ekan. Nima qilamiz endi? Zudlik bilan nimadir o'ylab topish kerak. Men nima qilishni bilaman. Bizga richak kerak bo'ladi. Qaranglar. Bizga mustahkam xoda kerak. Uning bir tomonini tosh tagiga qo'yib olamiz, narigi tomonini esa imkon qadar qattiqroq bosamiz. Men yaqin atrofda qulagan daraxtni ko'rgandim. Trak, ortimdan yur, iltimos. Senga ko'rsataman. Balkim kerak emasdir, ha? Kerak. Biz uni nimaligini bilishimiz shart. Balki ilmiy kashfiyot toparmiz. To'g'rimi? Trak, xodani boschi. Men sayyohlarni ko'ryapman. Ular juda yaqin qolishdi. Bul. Trakka yordam kerak. Ana, bizga endi ruxsat. Katta rahmat do'stlar. Arzimaydi. Xayrli kun. Sizlar biroz avval atrofda qandaydir shubhali ovozlar eshitmadingizmi? Mabodo. Nima? Qandaydir dahshatli va yovvoyi hayvonni irillashi eshitildi. Qo'ysangizchi, yovvoyi hayvon deysizmi? Nimalar deyapsiz? Ular bu yerda yo'q. O'rmonimiz butunlay xatardan xoli. Irillash deysizmi? Endi tushundim. Ukam bilan o'yin o'ynayotgandik. Petya, vahshiy yo'lbars, men esa ovchi bo'ldim. Ana, sen esa ayiqlar, bo'rilar deysan. Vahshiy bo'ri ekan-ku. Baliq tutamiz. Buvim baliq sho'rva pishirib beradi. 2 likopchani paqqos tushiraman. Ha, avval baliq tutib ol. Albatta tutaman. Sendan ko'p tutaman, ko'rasan. Buni hali ko'ramiz. Bu nima bo'ldi? Atrof chiqindiga to'la. Nega yig'ishtirib ketishmabdi? Bu juda yomon. Yura qol, boshqa joy topamiz. Yo'q, shunday qoldirib ketish yaxshi ish emas. Atrof muhitni tozalashimiz kerak. Ha, shunday-da. Juda chiqindi ko'p-ku. Juma kunigacha ham tozalab bo'la olmaymiz. Bizga kim yordam berishini bilaman. Oh, salom. Baliq ovdan qaytyapsizmi? Ammo baliq tutolmabsizlar-da. Hali baliq ovlashga ulgurmadik. U yerda chiqindi ko'p ekan, dahshat. Hammasini tozalashga qaror qildik. Lekin bizga yordam kerak. Mashinangiz tayyor. Yordamchilarning yoniga ketdik. 32, 33, 34, 35. Voy, 35 ta. Seni navbating Trak. 1, 2, 5, 45. Men yutdim. Qanaqa sanayapsan? Bu g'urromlik-ku. Bilganimcha sanayapman-da. 2 kara 2 necha bo'ladi? Adashmasam 7 yoki 8. O'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Bu ko'ryapsanmi? Bu atayni qilmagan. Hammaga salom.
Sizlarning yordamingiz kerak. Suv bo'yiga borgandik. U yerda esa Ana bo'lmasam. Voy. Buni albatta uddalaymiz. Chiqindilar biologik chiriydigan va chirimaydigan turga bo'linadi. Bu chiriydigan chiqindi. Bunisi esa yo'q. Ikkisini bir-biridan ajratish kerak. Bu nima? Biochiruvchi bu degani vaqt o'tgach yo'qolib ketadigan chiqindi degani. Uni terib, ko'mib tashlash kerak. Qolganini esa chiqindi idishiga olib borish kerak. Trak, sen plastiklarni hamda shisha idishlarni to'playsan. Bo'l, sen esa qolganini yig'asan. Aha. Tor, sen chuqur kavlaysan. Keyin esa anki ikkingiz chiqindini ko'masizlar. Zer, sen esa bizni yuqoridan turib boshqarasan. Men-chi? Men nima qilaman? Tor va Ankiga chiqindini ko'mgan joyimizni tekislashiga yordamlashasan. Turbozavrlar, olg'a! Bo'la qol. U yerda chaproqda yana bittasi bor. Menga ham yo'l beringlar. G'ildiraklarimning izi juda chiroyli. Ana bo'ldi. Endi esa bo'lmani va xazinalarni chiqindi idishiga olib boradi. Unutma, plastik va shisha idishlarni alohida idishlarga solasan. Trak qayerda? Juda yaxshi ishladik. Endi esa baliq ovlaymiz. Baliqni kemasiz ovlash mumkinmi, ha? Trak, sen dahosan. Bu kema uchun 1, 2, 5, 7, 25.500 ta idishlar katta. Endi ko'ramiz kim nechta baliq tuta olarkin. Nima demoqchiligingni tushundim. Kecha juda yaxshi ish qildik. Endi atrof juda chiroyli. Balki kimdir yana atrofni chiqindiga to'ldirsa-chi. Xavotirlanmang. Havo kuzatuvchisi kuzatadi va signal berib turadi. Keyin esa Trak mana bunday qiladi. Qani Trak? Xullas ko'rganingizdek mana shunday bo'ladi. To'g'ri. Demak, Boriya va Fedya yana jig'ingizga tegyapti. Ha, Nora xola ularga robot olib beribdi. Ular esa doim shu bilan maqtanishyapti. Ha, 21-asr degani mana shuda. Chindan ham zo'r ekanmi? Sizlarda ham shunaqasi bo'lganida birga o'ynardik. Lekin sizlar zamonaviy o'yinchoqlarni tushunmaysizmi deb qo'rqaman. Bu negadir xunuk tuyuldi. Do'stlar bunday bo'lmaydi. Ha, menda bir reja bor. Trek sendan bir narsa so'rasam bo'ladimi? Haligi meni tushunding-ku, to'g'rimi? Ha, turbozavrlar, olg'a! Men robotman. Mening ismim Trek. Sen juda iste'dodlisan. Voy, qo'rqaman. Voy. Voy, voy.
Qo'rqmanglar, u xavfsiz. Men robotman. Mening ismim Trak. Qo'yil, u gapirarkan. Albatta. Bu eng so'nggi rusumdagisi eng zamonaviysi. Buni buvim yaxshi xulqimiz uchun sovg'a qildi. U ko'p narsani uddalay oladi. Mana o'zingiz ko'ring, u hatto raqsga ham tusha oladi. Ko'rdingizlarmi? Qo'yil, juda zo'r ekan. Badan tarbiya qilishni ham biladi. Hamma narsani ko'tara oladi. Istasang, seni ham ko'tarishi mumkin. Yo'q. Qo'rqma, hammasi nazoratim ostida. Toshma, sen robotni boshqaryapsan-ku. Bu mashinani boshqaruv pulti ekan. U o'z-o'zidan harakatlanadigan robotmi? Voy, Nura xola! Nura xola! Bu nimasi? Nega shovqin solyapsizlar? Xolajon, yordam bering, yordam! Ortimizdan robot quvib kelyapti. Robot sizlarni quvlamayapti. U o'z joyida qimirlamay turibdi-ku. Yo'q, bu robot emas. U boshqa edi. Bahaybat, qo'rqinchli, tishlari ham bor edi. Bunaqa o'yinchoqlar yaxshilik olib kelmasligini bilardim. Sizlar esa olib bering deb turib oldingiz. Lekin xolajon, u ortimizdan quvladi, rost aytyapman. Ha, Bolalar, xayolparast sizlarda. Lekin bu haqiqat. Yaxshi. Katya va Petyadan so'rab kelaman. Bu yerda qo'rqinchli robotni ko'rdingizmi? Yo'q, Nura xola, qo'rqinchlisini ko'rmadik, to'g'rimi, Petya? Yo'q, ko'rmadik. Ko'rdingizmi? Hech qanaqa robotlar yo'q. Bo'ldi, chiqishing mumkin. Men robotman. Mening ismim Trak. Endi hammasini avvalgi holiga qaytarishimiz kerak. Hech kim tushib ketmasin. Bul chuqurni yopadi. Tor va Trak esa yerni tekis tashadi.